Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz qirqimlar. Qirqimlar o'zi nima? Nima uchun kerak? Shu haqida sizlar bilan gaplashamiz. Masalan, bizda mana detal berilgan. Detalimizning ichki qismida o'yindi mavjud. Mana o'yindalarni ko'rinmas chiziqlar orqali belgilab qo'ydik, shtrix chiziqlar orqali. Mana yondan qarasak ham mana ichki ko'rinish, gorizontal ko'rinishdan ichki o'yindisini ko'ryapmiz. Mana detalimizni mana markazdan bo'lganimizda ichki o'yindilarni biza ko'rsatib beramiz. Qachonki biz markazdan bo'lamiz, qachonki detalimizni ichida o'yindilar ko'p bo'lsa. Mana shu orqali biza ichki ko'rinishini ko'rsatib beryapmiz. Detalimiz bo'linganda ichki qismi mana sariq chiziqlar orqali belgilangan. Bu sariq chiziqlar biza qirqim qilingan joylarni belgilab beryapti. Buni shtrix chiziqlar orqali ko'rsatamiz. Markaziy chiziq bizda shtrix pointer chizig'i orqali ko'rsatildi. Keyingi vazifamiz sizlar bilan qirqimlar, detal ishlaymiz. Qanday qilib qirqim bajariladi? Birinchi navbatda qirqim bajarishdan oldin bizni izometriyada qanday qilib oval joylashtirishni, qanday qilib olti burchak joylashtirishni o'rganishimiz kerak. Masalan, bizda mana olti burchakli detal berildi. Buni qanday qilib izometrik ko'rinishda mana ovalni qanday qilib bajarish kerakligini o'rganishimiz kerak. Buning uchun bizga 120 gradus kerak bo'ladi va proyeksion ko'rinish kerak bo'ladi. Mana shu proyeksion ko'rinish orqali biz joylashtiramiz. Bu yerda mana 120 gradus olingan, ikki tomondan 30 gradusdan olingan. Bular bizda umumiy o'rtadagi masofa 120 gradus beradi. Endi biz detalimiz ikkita ko'rinishda berilishi mavjud. Shu ko'rinishda berilish orqali 120 gradus olamiz. Detalimizni eni mana 110 balandligini olamiz. Umumiy joylashtiramiz. Joylashtirganimizdan keyin balandligini ko'taramiz. Mana oraliq masofalari teng 2 ga bo'lingan bo'lishi kerak. Umumiy masofasi 110 bo'lsa 2 ga bo'lamiz. Markazi necha bo'ladi o'shanda? 55 dan to'g'ri keladi. Va eng qismini olamiz. Eng qismi bizda mana 70 berilgan bo'lsa 72 ga bo'lamiz. Yarim tomonini olamiz. Bu yoq tomonini ham yarim qismini olamiz. Umumiy bizda 70 chiqqan bo'lishi kerak. Mana shu masofa 3 ta chizig'imizga to'g'ri kelishi kerak. Mana chiziqlarga e'tibor beringlar. Chiziqlarimiz bizda shtrix pointer chiziqlar, markaziy chiziqlarda ishlatilyapti. Bu yerda mana masofalarni yana bir bor ko'rsatyapmiz. Endi balandligini olamiz. Detalimizning balandligi. Mana shu balandligi bizga kerak bo'ladi. Balandligi 20 ekan, biz ham 20 olamiz. Va bu yerdan ham 120 gradusda o'q chiziq chizamiz. Va buni birlashtiramiz. Burchaklarni bir-biriga birlashtiramiz. Masofalari pastki masofalarni ham tepaga xuddi shunday tarzda qo'yib oldik. Va bir-biriga mana uladik. 90 gradus tekis chiziqlar orqali uladik. Endi sizlar bilan oval chizib olamiz.
avval chizishdan oldin avvalo radiusini olamiz. Necha bu yerda diametr berilgan ekan. Radiusini qanday topamiz? Shu berilgan o'lchamni 2 ga bo'lsak, bizda radius kelib chiqadi. Bu yerda mana o'yindini olib qo'yamiz. O'yinda bizda mana 24 berilgan bo'lsa, markazdan 24 bo'lsa, 12 dan olib o'yindini ochib qo'ydik ikki tomonidan va o'rtada mana avval ishlab oldik. Avvalo keyin balandligini olamiz. Mana shu balandlikka olamizda qo'yamiz va bu yerdan ham x, y topib 120 gradus olib, bu yerdan ham xuddi shunday avval chizamiz. Mana avval chizdik va bir-biriga ulaymiz avvalimizni. Detalimizni ichki tarafi qoldi. Ichki tarafda bizda mana 6 burchakni ishladik. Endi sizlar bilan qirqim bajaramiz. Mana bu yoq masofalarni oldik. To'rdan bir qismini ajratib oldik va yopib chiqdik bir-biriga. To'rdan bir qismi o'q chiziqdan to'rdan bir qismini olib ajratdik. Xuddi shu tarzda sizlar ham ajratasizlar va ortiqcha chiziqlarni olib tashlaymiz. To'rdan bir qismini chiziqlarini. Qizilda ishlangan chiziqlar qoladi. Mana ko'rasizlar. Frontal ko'rinishida qanday qirqim bergan bo'lsak, har bir o'lchamlari frontal ko'rinishiga o'xshagan bo'lishi kerak. Xuddi shunday bo'lishi kerak. Bu yerda ham mana ko'rsatamiz. Ichki tarafiga proyeksion ko'rinishda biz 45 gradusda bersak, izometriyada biz 60 gradusda qirqim beramiz. Shtrix chizig'ini, qirqimning shtrix chizig'ini va ishni to'qlashtirib chiqamiz. Ko'rinadigan qismini xuddi shunday tarzda to'qlashtirib chiqamiz. Mana ichki tarafini olgan bo'lsak ham, olti burchagimiz ichida ichki taraf ko'rinadi va burchaklarni yasaymiz. Shtrix chizig'ini beramiz 60 gradusda. Mana bu yerda 60 gradus oldik. Shu 60 gradus orqali shtrix chiziqlar beramiz. Ketma-ketlikda shunday archa ko'rinishida qirqim izometriyada beriladi. Oraliq masofalari ham 2 mm dan 5 mm gacha oraliq masofasigacha berishimiz mumkin qirqimdan. Mana umumiy detalimizning ko'rinishi. Uchinchi ko'rinishini ham ko'rayotgan bo'lsanglar, uchinchi ko'rinishda qirqim, mana qirqim bilan ko'rsatib qo'ydik, o'lchamni berdik. Va detalimiz umumiy shunday ko'rinishga ega bo'ladi.